YouTube o'zgardi. Bu kichik yangilanish yoki mayda sozlama emas. Bu YouTube platformasida qaysi video rekka chiqishi, qaysi biri esa umuman rekka chiqmasligini hal qilib beruvchi yangi tizim hisoblanadi. O'sib kelayotgan kanallar to'xtab qolishi, ba'zilari esa portlab ketishi, ayrimlari esa bir necha oy ichida 2 million obunachiga erishishi ham mumkin. YouTube algoritmi yaxshi tomonga ham, yomon tomonga ham o'zgardi. Agar siz yangi qoidalarni tushunsangiz, siz avvalgidan ham tezroq o'sishingiz mumkin. Agar tushunmasangiz esa platforma sizni shunchaki ko'mib yuboradi. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sababi videoning playlist qismiga o'tsangiz, ushbu joydan o'zbek tilidagi YouTube'ni qanday qilib noldan o'rganish haqida video darsini topishingiz mumkin. Keling, eng katta o'zgarishdan boshlaymiz. Ochig'i men buni birinchi marta eshitganimda juda hayratlandim. Endi YouTube algoritmini oddiy kodlar emas, uni aqlli tizim boshqaradi. Buning nomi Gemini. Agar Gemini nima ekanligini bilmasangiz, bu shunchaki Google'ning ChatGPT'si deb tasavvur qiling. Lekin undan ancha aqlliroq. Hozir esa aynan Gemini YouTube algoritmini boshqarmoqda. Bu siz va menga o'xshagan content creatorlarga nimani anglatadi? Keling, YouTube'ning yangi algoritmi bilan tanishib chiqamiz. Oldin YouTube algoritmi teglar, sarlavhalar va tomosha soatlariga qarardi xolos. Hozir esa Gemini sizning videongizni kadrma-kadr ko'rib chiqadi. Har bir so'zni tinglaydi, ekrandagi yozuvlarni o'qiydi, rasmlarni tahlil qiladi va ovozni tekshiradi. Agar videongiz kinoya va sarkazmga asoslangan bo'lsa, u buni biladi. Agar videongiz kulgili bo'lsa, u buni tushunadi. Gemini teglarni o'qimaydi. U kontentingizni tomosha qiladi va o'zi qaror chiqaradi. Endi sarlavha va YouTube muqovalari kamroq ahamiyatga ega. YouTube algoritmi qadoqni emas, uning ichidagi mahsulotni baholaydi. Ya'ni videongiz ichida nima qilishingiz endi eng asosiysi hisoblanadi. Eng qiziq joyi shu yerdan boshlanadi. Bu kichik kontent yaratuvchilar uchun so'nggi yillardagi eng katta imkoniyat hisoblanadi. Chunki Gemini sizning videongizni mukammal tushunadi va u videongizni kerakli odamlarga yuboradi. Gemini sizning videongizni mavzusiga tushunadiganlarga, obuna bo'ladiganlarga, komment yozadiganlarga va videongizni ketma-ket ko'radiganlarga tavsiya qiladi. Shu sababli ayrim kichik kanallar bir necha hafta ichida millionlab ko'rishlarga erishadi. Oldin YouTube ko'p adashardi. Videolarni noto'g'ri insonlarga ko'rsatardi. Obunachilar chiqib ketardi va kanal ko'milardi. Endi AI kontentingizni eski tizim tushuna olmaydigan darajada tushunadi. Agar kontentingiz sifatli bo'lsa, bu algoritm uchun katta ustunlik. Lekin bu darajadagi AI yana bitta narsani ham anglatadi. Agar tizim haqiqiy kanalni tanlay olsa, demak soxtalarni ham aniqlay oladi. Va aynan shu sababli minglab kanallar xato tufayli o'chirildi. Endi YouTube sizni tahlil qiladi. Sizning xatti-harakatlaringizni, sizning kontent uslubingizni va platformadagi faolligingizni. Ya'ni u bir savolga javob qidiradi. Bu haqiqiy odammi? Va bu bizni keyingi katta o'zgarishga olib keladi. YouTube'da xuddiki trust score bor, ya'ni ishonch bali, xuddiki kredit reytingi kabi. Agar balingiz yuqori bo'lsa, YouTube sizga ishonadi. Agar YouTube sizga ishonsa, sizning videolaringiz rekka chiqadi. Agar sizga ishonmasa, sizning kanalingiz shunchaki ko'miladi. Xo'sh, bu ishonchni qanday oshirishimiz mumkin? Keling bir misol ustida ishlaymiz. Yangi email ochdingiz, unga 10 daqiqada YouTube kanal ochdingiz. 1 soat ichida yangi video qo'ydingiz va har kuni yangi video qo'yishda davom etyapsiz. Lekin tomosha juda kam, obunachilar esa deyarli yo'q. Xo'sh, bu haqiqiy odamning ishimi? Oddiy olib qarasak, ha, lekin YouTube algoritmiga ko'ra bu shunchaki content forum bo'lishi mumkin. Shu sababli hozirda yangi kanallar juda sinchkovlik bilan tekshirilmoqda. Xo'sh, unda nima qilish kerak? Hozir aytib o'taman. Eski Gmaildan foydalaning. Eski YouTube akkauntni ishlating. Agar YouTube Premium yoki Google xizmatlaridan foydalangan bo'lsangiz, bu sizga yanada plus degani. Va keyingi eng asosiy narsalardan biri bu kanalingiz uchun trailer video. Ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin kanal trailer videosi bu eng asosiy qismlardan biri hisoblanadi. Sababi YouTube'ga siz men kimman va nima haqida video qilaman savoliga javob bergan bo'lasiz. Ya'ni ushbu videoda siz kimligingizni, qaysi mavzuda kontent qilishingizni, ssenariy yozish, syomka qilish va montaj qilish jarayoningizni aytib ketishingiz yoki ko'rsatib ketishingiz kerak bo'ladi. Va eng asosiysi video ishonarli chiqishi kerak. Sababi bu video sizni himoya qilib turuvchi video hisoblanadi. Keyin YouTube tomoshabinlarni ham tahlil qiladi va har bir tomoshabinni eslab qoladi. U nimani tomosha qiladi, qachon tomosha qiladi va nimaga qaysi videoni tanlaydi. Shuning uchun nish juda muhim. Oxiri eng muhim narsalardan biri esa bu YouTube klikni emas, u tomoshabin zavqlanishini xohlaydi. Clickbait zarur, lekin YouTube'ga sizning videongiz tomoshabinlarga zavq bera oldimi yoki ularga foydali bo'ldimi, bo'lmadimi, shunisi muhim hisoblanadi. Bundan tashqari Gemini sizning niyatingizni tushunishga ham harakat qiladi. Ya'ni videongiz tomoshabinlarga foydali bo'ldimi yoki shunchaki oldi-qochdi gaplardan iborat bo'ldimi, hammasini aniqlashga harakat qiladi. 2026-yilda yutayotganlar bu video orqali boshqalarga qiymat berayotganlar hisoblanadi. Agar kontentingizda energiya va o'ziga xos hikoya qilish uslubi bo'lsa, bu har qachongidan ham eng muhimlari hisoblanadi. Chunki videongizda tomoshabin zavqlansa, bu YouTube uchun g'alaba hisoblanadi. YouTube g'alaba qilsa esa bu siz uchun ham albatta g'alabadir.